Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Xo'p, keyingi variantimizdan ikki jalishimizni qilib berganmiz Foiza xonadonga mana ko'rishingiz mumkin. Buni spalniga nimasiga moslab berdik. Rangi bir-biriga tushgan, zo'r tushgan, xudo xolasa. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu pardalarga nisbatan ustunlik tomoni ko'p. Bunaqa aylanish xususiyatiga ega. Oddiy pardani nima qilishingiz mumkin? Endi hammani didi har xil. Misol uchun kimdir parda qiladi, kimdir jaluzi qiladi. Endi bizning do'stona tavsiyamiz, buni tavsiya qilamiz endi misol uchun. Ko'rishingiz mumkin. Boshqa detal yo'q, boshqa yo'q. Bemalol nima qilsanglar bo'ladi. Xo'p, ikkinchi nimamiz, eshik parda sifatida qilib berganmiz. Eshik pardani misol uchun mana uzun nima qilingan. Eshik parda xohlasanglar keyin qaranglar. Xohlasanglar o'rtadan, xohlasanglar bir tomon yig'iladigan qilib bersa ham bo'ladi. Ikki xil varianti bor. Xo'p, keyin buni ustunlik tomoni oddiy pardaga nisbatan har biri mana bunaqa bo'lak bo'ladi. Bemalol kirdi chiqdiga ham xalaqit bermaydi, kirib chiqsanglar ham bo'ladi. Yuvishga ham har bitta nimasini hammasini yuvib olib tashlab yuvish shart emas. O'zini bitta o'zini yechib olib yuvsa ham bo'ladi.